Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan aviakassaviy Surxondaryo Jahongir Jamol Xudo xolasa Sankt-Peterburg Samarqand yo'nalishi bo'yicha 12-martga o'tar kechasida registratsiyamiz boshlangan Pashti polni samolyotlarimiz bugun sotilib tugatilgan mana shu reysimizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Tekshirish, proverka holatlar bo'lib turibdi mana bu tomonda. Harakat qilyapmiz chiroyli qilib o'tkazib kuzatib qo'yishga. Faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilingizlar. Bez bagajda bo'layotgan bo'lsa mana shunaqa biletlar chiqarib berib tamojnagacha kuzatib qo'yaveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, faqat telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilingizlar. Aeroportga kelishda ham telefon raqamlarimizga bog'langan holda kelingizlar. Biz esa xizmatdamiz. Yo'l yo'riq ko'rsatamiz, tushuncha beramiz. Даже motivatsiya, masalan, biz aeroportda sizlar bir yilda bir marta kelsangiz, biz har kunlik shu yerdamiz. Ma'lumotlarni sizlardan ko'ra sal ozgina bo'lsa ham yaxshiroq bilamiz. Tushunchamiz bilan ketaverasizlar. Nezashda tutib, nezashda masalan politsiyachilarga 5 mingmi, 6 mingmi, 7 mingmi, 10 mingmi bergandan ko'ra shunday besplat maslahatlar olasizlar. Shu pullaring cho'ntaklaringga, yonlaringga solib ketaverasizlar. Xizmatdamiz, bemalol murojaat qilaveringizlar. Aviakassaviy Surxondaryo har kunlik aeroport yangiliklarini yetkazamiz. Like, podpisatsiya bosib qo'yingizlar.